Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 26-bob. Fojia. 1946-yil 9-oyning 13-kuni Juma. Anjambay tun qarong'usida 40 merganni boshlab to'xtamay ilgirladi. Ular Gaz daryosi eqinini bo'ylab minib, Terim mahallasini aylanib o'tdi. G'ilang tashliq kangri sayliqqa chiqib to'xtab, oldi tarafni teng-tenglashga ketgan razvedkachilarni saqladi. Ular tunugun oqshomla 4 eshakka tuz artib, tuzchi siyog'ida yasinib mushu taraflarga yurib ketgan edi. Razvedkachilar ularni uzoq saqlatmadi. Otlar yemlarini yeb bo'lg'icha araliqda qaytib kelib o'zlarining yangirik tavasiga yetib borganligini, u taraflarda yo'shirinib turgan Gomindan askarlarining bar yo'qligini bayqalmaganligini, uningdan boshqa yana biror g'ayri ahvollarning yo'qligini ma'lum qilishdi. Ular kangri sayliqni kesib o'tdi. Tong sahardala qo'yuq to'g'raqliqlar orasidagi bir tashlanduq xaroba hovliga yetib kelib yo'shirinib kun chiqdi. Aş vaqtimi bo'lib qoldi. Ular sabrchanlik bilan dushmanlarni saqladi. Lekin shu chaqcha atrof jimjit edi. U taraf yoki bu taraflardan keladigan dushmanlarning qarsimi ko'rinmadi. Tush bo'lishqa oz qolgandala, Chashtog' tarafdan yer zaminni larziga keltirgidek gumburlagan portlash ovozlari anglanishga boshladi. Ular u tarafdan qochib kelib shahar tarafga o'tib ketadigan dushmanlarni to'sib yo'qotish uchun tayyorlanib turishdi. Lekin ahvol o'ylagandek chiqmadi. Dal uning ta'tirisicha Qashqar shahri tarafdan bu tarafga qarab kelayotgan mashinalarning gurkirgan ovozlari anglanib qoldi. Ular shu hamon otlarini hovlining ichiga bog'lab qo'yishib yo'shirinib. Oradan ancha uzoq vaqt o'tmayla 50-60 dak otliq saqchilarning orasida bu tarafga qarab liqqada askar besib kelayotgan 3 mashina ko'rindi. Shak shubhasizki, bu Tashmiliq, Chashtog' taraflardagi dushmanlarga yordam berish uchun shahardan chiqqan askarlar edi. Mashinalar yaqinlab kelguncha ular jimmida yetib olishdi. Mashinalar dal udulga kelishi hamon ular tuyuqsiz granatlarni tashlab, portlatib, pilimot avtomat miltiqlar bilan tatatlatib o'q yog'dirib, dushmanlarni rasa qarishga boshladi. Oldidagi mashinaning chaqlari portlab ketib, xuddi helala o'rilib ketadigandekla bir yonga yantu bo'lib qoldi. U mashinadagi ofitser cho'chib ketib, qo'rqinchda kabinkidan beshini shundoq chiqarishig'ala Siyit Ahmad nishonlab atgan o'q dal uni chekisdan bir to'shib ichibatdi. Başlıqsız qilib o'diqib ketgan askarlar mashinalarning daldisiga o'tib olib, ularga qaratib qalaymaqan o'q yog'dirishga boshladi. Saqchilarmi ularga qo'shilib billa hujumga o'tdi. Mushu fursatda orqadagi ikki mashina orqasiga burilibla shahar tarafga qochib ketib oldi. Lekin portlab qardan chiqqan bu mashinadan tushgan askarlar bilan saqchilar Anjambayning marganlarining o'qidan qochib qutula olmadi. O'q tegib arqadan yiqilaverdi. Ular shu holda bir hazog'icha ilishgandan keyin dushmanlar bardoshlik berolmay nurg'unlagan o'liklari bilan qoral o'q dorilarni tashlab shahar tarafga qarab qochib ketdi. Anjambayning marganlari ularni toki Gaz daryosining ko'rikigacha qo'g'lab bordi. Lekin Anjambay orqa tarafdan ansirab qilib odamlarini to'xtatib oldi. Ular yenib kelib dushmanlar tashlab qochgan qural yarog, o'q dorilarni yig'ib oldi. Heliqi chaqlari qardan chiqib mang'almay qolgan mashinani o't qo'yib ko'ydirib etdi. Dal shu chaqda Tashmiliq tarafdan bir odamning ular tarafga ot chaptirib kelayotganligi ko'rinib qoldi. Ular hayron bo'lib turganda ot taqraqlab chepib kelib, ularning qishidila to'xtadi. Otdan shig'ay asta serilibla tushdi-da, bakla holsizlanib ketganligidan o'rab bo'lolmay o'ltirib qoldi. Uning sol murisidan texicha qon to'xtamay chiqib turadi. Anjambay cho'chib uni yo'lib oldi. Uning ko'ngli shu hamon
qandaqdir bir shumliqni sezgandek bo'ldi, lekin u Shig'aydan gap so'z so'ramadi. Uning so'l murisining sal pasrakidan qilich tilib tishilayotgan edi. Anjanboy u yerni oq xom bilan oldirmay pokiz surtdi. Andin xuddi nasval qapqig'ila o'xshaydigan, cho'ngliqmi kichik balaning mushtumchilik keladigan kichik sarg'uch qapoqdan xuddi nasvalg'ila o'xshaydigan sal qaramtul, yumshoq so'qilgan dorini to'kib jarohatga chopdi. Teshidan oq xom bilan tengivatdi. U turmaga tashlanib, zakkanlarida ishlab yurgan ig'ir kunlardan beri mushundoq oq mata xom bilan dora qachlangan hiliqi kichik qapoqni hamisha yenidan ayirmay yuratdi. Shuningdan buyon mana mushundoq odatdagi jarohatlarni dal vaqtida davolab tingib qo'yatdi. Ha, mana endi bo'ldi. Uzoq qolmayla saqayib qolasan. U Shig'ayning qo'lini siylagan holda uningdan asta so'radi. Qani do'stim, mana endi degina qandaq falokatlarga yo'liqdinglar? Oldirmay so'zla. Shig'ay og'riq azobida tishlarini kerishtirib, ko'zlarini ching'i yumib olgan edi. U ko'zini asta ochdi. Anjanboyga qarab buqildab yig'lamsirab, bugun o'zlari yo'liqqan fojianing ichinishliq oqibatlarini bayon qilishga boshladi. Anjanboy aka, dedi u, uning qo'lini ching tutib turib, men sizlarni ogohlantirib qo'yish uchun keldim. Sizlar Toshmiliq, Chashtog' taraflarga zodi bormanglar. U taraflarda dushmanlar haddi hisobsiz ko'p ekan. Qirilib tugishib ketsinlar. Boshqa taraflarga ketayli. Shig'ay o'ksib, yig'lab silib, so'zlayolmay qoldi. Anjanboyning chiroyi o'ngib, tatiribla ketdi. U taqatsizlangan holda yana so'radi. Boshqalar zodi qandoq bo'ldi? Tezroq desangchi, ichimni siqmay. Ma'qul, dedi Shig'ay yig'lamsirab turib. Biz Chashtog' tarafga yaqinlab berishimizg'ila Zaydin degan munofiq Jamoliddin akamni etib tashladi. Buni men o'z ko'zim bilan ko'rdim. U munofiqning oramizdagi xoinlari oz emas ekan. O'q ovozi bilan tangla ular yo'shirinib turgan minglagan dushmanlar bilan billa bizga tangla tashlandi. Bizning ozgina odamlarimiz qutulib chiqib, O'ytog' tarafga qochib ketadi. Lekin ularning orqasidan yana nurg'unlagan dushmanlar qo'g'lab ketdi. Shu topda ularning holi qandoq bo'lganligini bilmayman. Qochib ketgan ashu ozgina odamlar bo'lsa-mu, omon qolsa obdan bo'ladi. Ey isit, mantixi bu tarafga kelib o'tib, yo'l bo'ylarida nurg'unlagan dushmanlarning yo'shirinib olganligini bayqab qoldim. Anjanboyning odamlari jimmida turishib hammani angladi, hammani tushundi. Ulug' kichik tinishib, urib, xit-xut qilishib, unsiz mishildab yig'lashdi. Oxirida o'zlarini bosolmay tuyuqsizlar bir-biriga esilishgan holda ho'ngirab yig'lab silishdi. Anjanboy ochiqida lebini tishlab qantivatdi. Rangi tatirib, bo'zirib, sarg'uch burutlarimi lik-lik titrab ketdi. U shu topda navoda Shig'ayning deganidek qilib, odamlarni oyoq tarafdagi oraliq yo'llar bilan boshlab minib, ulug'chat tavasiga o'tib ketsalar, hammasining omon qoladiganliklariga ishonatdi. Lekin u undaq qilmadi. İnsani qalbi, pak vicdan g'ururi uning undaq qilishiga yo'l qo'ymadi. U mushtumini ching tugdi. Birodarlar, dedi u bo'g'uq ovozda sal xirqirab turib, biz hayotimizni xalqning ozodligi, hurligi uchun otvatgan. Baya anildinglar. Bizga o'xshash o'zlarining hayotini xalqimizning baxt saodati uchun otvatgan qarindoshlarimizni qirib yo'qitib o'tish uchun dushmanlar ularning orqasidan qo'lab ketibdi. Ular bilan karimiz bo'lmay, jinimizni yoqib elish biz uchun do'zaxga loyiq gunoh bo'ladi. Ularni qutqizib qolayli, o'lib tugishib ketsakmi mayli. Hayotimiz badaliga ularni qutqizib qolsaqla Allohmo rozi bo'ladi. Bandalarmo rozi bo'ladi. Bizmo o'zimizdan rozi bo'lishga haqliq bo'lamiz. Birodarlarim, jon jigarlarim, bugun ulug' juma kuni. Hamma bandalar jam bo'lib xushal-xuram holda ko'ngil ochadigan ozod kun. Hatto do'zax o'tida kuyayotgan gunohkorlarningmi jazosi to'xtatiladigan xosiyatli kun. Shunga mushu hamma inson ozod bo'ladigan bu ulug' kunda azobda qolgan qarindoshlarimizni qutqizish yo'lida o'lib ketsak shahid bo'lamiz. Men ular uchun mushu ulug' kunda shahid bo'lib ketishga rozi.
Navada mening bilan birga birishni xohlamaydiganlar bo'lsa, mushu yerda qilib qolsanglar bo'ladi. Men sizlardan ranjimayman. Chiroyli yo'lga silib qo'yman. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Xudoyim sizlarni o'z panohida saqlag'ay. U so'zini tugitibla Shig'ayni uning bir qirg'iz og'inisiga topshirib berdi. Uningga Shig'ayni oyog'i yo'l bilan avaylab opirib, o'ytoqqa yetkazib qo'yishni, u saqiyib bo'lgacha holdan obdan xabar olishni topaladi. Andin ular quchoqlashib xo'shlashdi. Har ikkilisining ko'ngillari yerim bo'lib, ko'zlari liqqida yoshga to'ldi. Anjambay ularni yo'lga silavatgandan keyin ot egarining ustiga pilimutni har vaqt etishga tayyorla qilib tangdi-da, avtomatni bo'yniga esib, likkida otga minib yurib ketdi. Lekin birmu odam ayrilib qolmadi. Hammasi tangla qo'zg'alib, agishib minishdi. Anjambay Toshmiliq, Chashtog' taraflardagi dushmanlar bilan do'qurishib qolsa, dushmanlar bilan tutishib qoladi-da, oldi taraf to'silib qilib, O'ytoq tarafga qarab qechib ketgan birodarlarini qutqizib qilish uchun dal vaqtida ulgurib bora olmaydi. Uning ustiga u marganlarning mahoratiga, boturligiga qattiq ishonsimi, lekin o'q dorilarning kamligi uning beshini qatiratdi. Shu topda ularning har birida aranla 10-15 taldilla o'q qolgan edi. Navoda ular shuncha ko'p dushmanlar bilan to'qinishib qoladigan bo'lsa, bu o'q dorilar bilan dushmanlarga tang kelgili bo'lmaydi. Shunga u marganlarini boshlab, oyog'i yo'l bilan aylanib o'tib, Gaz daryosining kun petish tarafidagi yaqinlarini bo'ylab minib, Chalmayriq tavasiga yetib keldi. Ular oldirab bu tarafga qarab kelib o'tib, yo'l bo'yi odamlarning ovozlariga, taroq-turuq shapilarga quloq soldi. Eriq o'stan, daryo jilg'ilarining ichlari, egiz past do'ngliklar, o'yla aram, bulung pichqoqlarning daldalari, o't cho'p yeykan qo'mishlarning oralari orqaliq mo'kinib yurib, uyan buyan qechayotgan odamlarga obdan sapsilib qarab mangdi. Lekin o'z odamlardan birarnimi uchirtolmadi. Atroflarda yanala qo'yiq o'q ovozlari anglanib turadi. Biroq bu o'qlarni qaysi tarafning atqanligini bilgili bo'lmaydi. Faqat kun chiqish tarafdagi egiz past ko'ringan do'ngliklarning atrofida xili jimjitdek bilindi. Ashu do'ngliklarni aralab mangsa, o'ytoq tarafga osonla o'tib ketgili bo'ladi. Ular atrofni kuzatgan holda bir jilg'ining ichi bilan minib, do'ngliklarga yaqinlashdi. Do'ngliklarning atrofi yanala jimjit edi. Hech qanday shapimi anglanmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, Anjambay u taraflardan yanala xotirjam bo'lolmay ikki razvedkachini do'ngliklarni chorlab kelish uchun avatdi. Razvedkachilar o'milab yer beg'irlab minib yurib ketdi. Bir hazodan keyin ular qaytib kelib doklad qilishdi. Yiroqdagi dushmanlarning bizni ko'rib qilishdan ansirab do'ngliklarning ustiga chiqmadik. Chiqishimizning mo hojati yo'q ekan. Navoda u do'ngliklarning ustida odam bo'ldigan bo'lsa, mushu joyda turibmi ochiq ko'rgili bo'ladi ekan. Do'ngliklarning atrofini charlab tekshirdik. Odam ko'rinmadi. Ularning deganlariga ishnishga bo'ladi. Demisimi, shu topda ashu qizg'uch ko'ringan taqir do'ngliklarning usti ochiq ko'rinib turadi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, ular boshqa taraflardan andisha qilgan holda shig'il aralash qizil to'piq egiz bir do'ngning yon bag'ridan aylanib o'tishga boshladi. Dal shu chog'da ularning kelishini paylab, atigandan biri do'ngning ustida yo'shirinib yetishgan dushmanlar xuddi o'sib buzilgan qurut qo'ng'izlardek dömshib o'mlab chiqishdi-da, egizda turilib ularni taraflardan shiddatli o'qqa tutdi. Ular cho'chib ketib, hang-tang qolgan holda o'zlarini daldiga elib olishga aranla ulgurdi. Granatlarning arqa-arqadan gumbirlab portlashlari, pilimut, avtomatlarning to'xtamay tatatlashlari, miltiqlarning gum-gum etilishlari atrofni zilzilaga keltiribdi. Chang to'zonlar xuddi xada quyundekla furqib osmonga ko'tarilib, birdamdala atrofni qo'yuq to'pa tuman qoplab ketdi. To'pa tumanlarning qalinligidan hatto odamlarmu bir-birini ko'rolmay qolishdi. Dal mushu fursatni g'animat bilgan marganlar pilimotchilarning turishliq joylariga berib, ularga
tangla o'q yağdırışqa başladı. Şu haman bir necha pilimot etishdan to'xtab jimib qilishdi. Lekin Anjam baylar uchun o'qlarni tijab, yiroqdagi dushmanlarga zarba berish uchun saqlab qo'yish bekmus zo'r edi. Shunga Anjambay ozg'ina marganlarni o'z joylarida turib, dushmanlarni davomli o'qqa tutib turishga qoldirdi. Qolganlarni qilishlar bilan qurollantirdi-da, o'zi boshlab yaqin atrofdagi dushmanlarga zarba berish uchun otlandi. Qo'yuq to'pa tumanlar ularga obdan dalda bo'ldi. Ular dushmanlarga to'ydirmay, do'nglarni aylanib yurib, ularning orqa tarafiga o'tib oldi. Ular dushmanlarga qilich ko'tarib hujumga o'tdi. Dushmanlar nima vaqa bo'lganligini bilib bo'lguncha bir muncha dushmanning tenini juda qilishga ulgurdi. Bu tuyuqsiz zarbadan gangrab qilishgan dushmanlar jon qayg'usida nurg'unlagan o'liklarni tashlab, Taşmılık tarafga qarab qaytishga majbur bo'lishdi. Marganlar xili ko'p qurol yaraq, o'q dorilarni g'animat oldi. Yo'lmu ichildi, lekin ularmu 6 odamidan ayrilib qoldi. Ular qayg'urishgan holda qurbon bo'lgan birodarlarni do'ngning yon bag'riga dafn qilishdi. Ondan g'azablari qaynab toshgan holda yanada qochib ketgan birodarlarni qutqizish uchun Oytaq tarafga qarab alğa atlandı. Lekin ular shu tapda o'zlarining qatmuqat qo'rshavda qolganligini texicha bilmaydi. Dushmanlar atigandila Zaydinning odamlari orqali Anjambayning Terim tarafga o'tib ketganligidan xabar tepishgan edi. Ular Anjambayning qo'rshavini bo'sib chiqib, Oytaq tarafga qochib ketgan odamlarga qo'shilish uchun mushu tarafga kelishini faraz qilishib, bu yerda bir qism kuchini yo'shirib qo'ygan edi. Degandek, u birodarlarini qutqizish uchun o'z roziligi, o'z ayg'i bilan minib kelib, dushman qurgan qopqonga dastlab saldi. Anjambay marganlarni boshlab Gaz daryosining kun petish tarafidagi shovqinliq eqinni bo'ylab minib, Oqchalma tarafdagi g'ilang toshliq, kangri, qaqaz sayliqqa chiqib qilishdi. Dal shu chaqda jilg'ilar orasida yo'shirinib turishgan dushmanlar ularni taraf-tarafdan top, zambirak, pelamut, miltiq, granatlar bilan tuyuqsizla shiddatli o'qqa tutishdi. Ular tuyuqsiz zarbidan cho'chib ketib, darhol burilibla orqasiga yondi. Lekin orqa tarafdan mu shiddatli hujumga uchrab, yomg'irdak to'xtamay yig'ayotgan o'qlarga duchor bo'lishdi. Xuddi havo guldirligandek qo'rqinchli quloqni pang qilib o'tadigandak dahshatli portlash sadolari tog' dalalarni larziga keltirib, qora quyundek to'lg'inib osmonga ko'tarilgan qo'yuq to'pa tumanlar atrofni qoplab, jahonni xuddi gugum vaqtidagla qorong'ulashtirib o'tgan edi. Ular qo'rshavga tushib qolganligini bildi. Atrofdagi daldalanishga bo'ladigan joylarni dushmanlar egilab bo'lg'achqa, ular yo'shirinib olishga amalsiz qoldi. Ular shu tapda xuddi qafasga solinib qolgan yo'lboslardek tipirlab o'zlarini buyon urishga majbur bo'lib qilishdi. Dushmanlarning g'arizi ularni dal mana mushundaq taraf-tarafdan vijildab yig'ayotgan o'q yomg'irlari ostiga ilib qiynab, taslim bo'lishga qistash edi. Lekin Anjambayning yinidagi bu marganlar dushmanlar bilan jon tikib ilishib turib, o'lib ketishga rozi ediki, hargizmi o'z jonlarini qutuldirib olish uchun o'z ixtiyorligi bilan qo'l ko'tarib taslim bo'ladigan, o'z roziligi bilan bosh egadigan undoq beli bo'sh odamlardan emas edi. "Tayyorlaninglar!" dedi Anjambay marganlarga past ovozda buyruq qilib. "Atrofimizdagi dushmanlarga tangla hujum qilib, qamaldan bo'sib chiqayli. Bir nechimiz oldimiz tarafdagi dushmanlarni qirib, yo'l ochib mangayli. Qolganlar yon taraflar bilan orqamizdagi dushmanlarga o't ochib manglar. Esinglarda bo'lsin, o'qlarni tejab qolayli. Otlaninglar." Aradan ko'p o'tmay shundoq debla ot egarining ustiga etishga hozirlab puxta tingib qo'yilgan pilamutga engishdi-da, dushmanlarni tatatlatib qirgan holda ot chaptirib oldiga itildi. Boshqa marganlarmi orqa ham yon taraflardagi dushmanlarni nishonlab o'qqa tutib, uning bilan tangla olg'a atlandi. Dushmanlar ularni taraf-tarafdan texmo shiddatli o'qqa tutib yo'llarni to'sib oldi. Lekin ular to'xtamadi.
düşmanlarning o't tochkalarini nishonlab o'qqa tutib, alğa ilgirlab mengiyverdi. Shundoq bo'lsa-mu, ularni qorishib olgan düşmanlar hisobsiz ko'p edi. Mergenler nishonlab turib atgan o'qlar daldillarga yo'shirinib turishgan düşmanlarga tegmedi. Aksicha, düşmanlar yağmurdek o'q yağdırıp, Anjanbayning ochiqchilikda qolgan mergenlerini arqa-arqadan atlardan tikmollab tushirishga boshladi. Shundoq bo'lsa-mu, hayot qolganlar düşmanlarni nishonlab etib, to'xtamay ilgirlaverdi va hayot qolganlar bir hazodan keyin düşmanlarni orqaga qoldirib, oxir jig'on belga yiqilishib oldi. Bu chaqda kech kirib kun Pamir tog'larining keyniga qaysagan edi. Topa tumanliq osmonda chalab bula oq bulutlar laylashib yuratdi. Anjanbay mergenlariga ko'z yugurtib, aranla 28 odami qolganligini bildi. Dal shu chaqda o'ytaq og'zi tarafdan to'p tuman ko'tarildi. Aradan ko'p o'tmay nurg'unlagan otliq askarlarning ot chaptirib kelayotganligi ko'rinib qoldi. Bu chaqda arkadaki düşmanlarmı qo'g'lab kelib, ularga yaqinlashib qolgan edi. Düşmanlar ikki yondan qistab kelishga boshladi. Aradan ko'p o'tmay Anjanbaylarning atrofini düşman askarlari qatma-qat qorishib oldi. Ahvol to'liq xatarlik edi. Anjanbay shundoq jiddiy paytda bir aql topdi. Chiroyi o'ngan holda yenidagi ma'sum cho'ng'a buyruq qildi. Biz 3 odam bu yerda qilib sizlarni qo'g'daymiz. Sen qolgan odamlarni boshlab, bu sol tarafdagi jilg'ining ichi bilan mingib qechib ketgin. Lekin ma'sum cho'ng unimidi. "Ya, o'lsakmi, hayot qolsakmi billi bo'lamiz." Anjanbayning ochiqi kelib uningga varqirdi. "Men sana eng oxirgi qatam buyruq qilyapman. O'tinib qolay, deginim bo'yicha ijro qil. Talishib turishga fursat yo'q. Xo'sh, Xudoga omonat, omon bo'linglar. Atlan, Seyit Ahmad, Burhan, sizlar ikkinglar men bilan birga qilinglar." Ma'sumchung ilojsiz merganlardagi bir bo'lib o'q, granatlar bilan 2 pilimut, bir avtomatni Anjanbaylarga qoldirib, ko'ziga liqqida yosh olgan holda uning bilan xo'shlashishga majbur bo'ldi-da, düşmanlarning shiddatli o'qqa tutishiga qaramay 20 necha merganni boshlab yurib ketdi. Lekin 18 yoshli qovul yigit Aziz, sening yiningda qolaman deb kajlik qilib, ular bilan birga ketishga unamay Anjanbayning yinida qoldi. U Anjanbayning singlisi Ayin Tillaxonning o'g'li edi. Anjanbay uningga kichkidan tartibla bak amroq bo'lganlikdan o'ziga agashtirib yurib o'ynatib cho'ng qilgan. Aziz uningga agishib tog' inqilobiga qatnashgandan keyinmi Anjanbay yana uni ching tutib, yaramliq usta pilimotchik qilib yetishtirib chiqqan edi. Umu Anjanbayning siziqidan chiqmaydi. Lekin bu qitim uning gapiga quloq solmadi. Anjanbayning yelinib yalvorib qilgan shuncha ko'p nasihatlarimi uningga kor qilmadi. Yanila "Ketmayman, sen bilan birga bo'laman" deb ching turib oldi. Anjanbay ochiqida uningga shapaloq silavatdi. Aziz tog'isiga chidamay yig'lamsirgan holda itiga minib düşmanlarning o'q yomg'irlari ostida ketishga majbur bo'ldi. Oldida mang'anlar xili uzab ketgan edi. U itini chaptirib minib ularga yetishib olishga oz qolganda uning itiga o'q tegdi. Lekin uning oldida ketayotganlar buni sezmay otlarini chaptirib mingiverdi. Bu chaqda Seyit Ahmad bilan Burhan ikkisi düşmanlarni o'qqa tutib, ularning yo'lini to'sib turgan edi. Anjanbay Azizni urib salg'iniga pushaymon qilib, ko'ngli g'ash bo'lgan, yuragi etishgan holda düşmanlarni o'qqa tutishga boshladi. Dal shu chaqda Azizning "Anjanbay aka" deb tovlagan ovozi anglanib qoldi. Anjanbay cho'chibla u ketgan tarafga qaradi. U yana "Anjanbay aka, Anjanbay aka" deb 2 qatim tovladi. Anjanbay uningdan ansirab yer beg'irlab o'mlab minib, uning qishiga yetib bordi. Uning 2 puti ot ostida besilib qilib, to'lg'ishib ketgan edi. Düşmanlarmi Anjanbayni chaqirganligini angladi. Anjanbayning uni yo'lab yondirib kelayotganligini durbunda ko'rib turdi. Yuqori mansab, ko'p oltin tilla tamasida
xudini yo'qotgan dushmanlar Anjanbayni tirik tutib olish g'arazida bir-biridan qizg'inishib, sholalarini iqtishgan holda ular tarafga qarab qistab kelishga boshladi. Anjanbaylarmi bo'sh kelmadi. Oldidagilarni udulluq nishonga elib o'qqa tutib, dushmanlarni o'zlariga yaqinlashtirmadi. Dushmanlarning g'arazi Anjanbayni tirik tutib olish edi. Shunga ular yiroqda turib varqirab, jarqirab, quruq hayva qilib, qasdanga ularning atrofini o'qqa tutatdi. Mushundaq qilish orqali ularni hol siritib, o'qlari tugagan hamon bostirib kelib tutib olmoqchi edi. Dushmanlarning bu g'arazi Anjanbaylarga ayon bo'lganlikdan yaqinlashganlarni itib berdi. Dushmanlar to'xtasa, ularmi jim bo'lib oldi. Ular shu holda dushmanlarni bir hazagacha to'sib turdi. Bu chaqda ma'sum cho'ng boshlab ketgan odamlar qo'rshovdan bo'sib chiqib, xili yiroqlab ketgan edi. Anjanbay qo'rshovdan bo'sib chiqib ketish uchun marganlarga baya ma'sum cho'ng odamlarni boshlab minib ketgan jilg'a tarafni ishoratlab ko'rsatdi. Ular uning g'arazini tushunib, darhol otlariga minishdida o'zlari panohlanib turgan do'ngning orqasidagi cho'ng azgaldan chiqib, pilimot, avtomatlar bilan atrofdagi dushmanlarni o'qqa tutgan holda otlarini choptirib minib, jilg'iga yaqinlashib oldi. Dushmanlar ularni shiddatli o'qqa tutishga boshladi. Ikki odamning itiga o'q tegib, tutmollaq tushdi. Anjanbayning itimi kardan chiqdi. Bu ot tunigun oqshamdan beri Anjanbay bilan pilimotni ko'tarib to'xtamay chepib yurganlikdan yerib holi qolgan. Uning ustiga mana amdi Anjanbay Aziznimi orqasiga mingashtirib olgan edi. Bundaq ig'ir yukni ko'tarolmagan ot jilg'ining og'zida bir kichikkina toshga putlashib yiqilib tushdi. Azizning puti to'lishib ketganlikdan yo'lib olsimi yanala daldugunib ketib, tuzukrek mangolmaydi. Shunga Anjanbay ilojsiz holda uni baraqsanlab o'sgan tikanlik so'zganlar orasiga yo'shirib qo'yishga majbur bo'ldi. Hamda uningga qayta topiladi. Mushu so'zganlar orasida jim yetib olsang, dushmanlar seni ko'rolmaydi. Dushmanlar ketgandan keyin andin chiqib ket. Andin u ikki margan bilan billa qo'g'lab kelayotgan dushmanlarni o'qqa tutqach, jilg'ining ichi bilan minib, oldi tarafdagi tog'ning yeniga berib oldi. Ular mushu tog'ning bu tarafiga o'tib olsalar, dushmanlarga tutuq bermaydi. Lekin ular tog'ga yamishib chiqayotganda dushmanlar tog' qaptallarni shiddatli o'qqa tutib, ularning oldini to'sib oldi. Dal shu chaqda Seyit Ahmadning bir pay o'qni olqiniga elib, tikilib qarab qo'yib, to'sh yanchiqiga silayotganligiga Anjanbayning ko'zi tushib qoldi-da, ajablanib uningdan so'radi. "Nemish qundaq qilasan?" U pisingida kulib qo'yib javob berdi. "O'zimga atab qo'ydim. Dushmanlarning qo'lga tirik tushib qolgandan o'lgan yaxshi. Senmi?" "Yo'q, men undaq ahmoq emas", dedi Anjanbaymo pisingida kulib qo'yib. "O'zimning o'qida o'zimni o'ldirmayman. Ashu bir pay o'qda dushmanlardan birini etib o'ltirib atsam, xalqning dushmanlardan biri azlaydi. Dushmanlar qo'lida o'lib ketsam mayli, parvoyim palak. Shug'inisi texmi ko'p dushmanlarni o'ltirolmaganligimdan afsuslanaman." Ularning ko'ngillari shu topda o'zlarining o'limining yaqinlashib qolganligini tuyib turardi. Lekin ular bu xavfni sezmagandek kulishib turib mungdishvatadi. Seyit Ahmad o'qni yana avtomatga silib qo'ydi. Ular tog' qaptallaridagi igiz past daldalarning keyniga yo'shinib turib, taraflardan o'zlariga yaqinlashib kelib qolgan dushmanlarni shiddatli o'qqa tutishga boshladi. Ulardan 20-30 qadamlar yiroqlikdagi tog' cho'qqisida qo'ram toshlar orasiga yo'shirinib olgan Mehmet Qirg'iz bo'layotgan bu dahshatli qirg'inchilikni o'z ko'zi bilan ko'rib turdi. "Yaraysizlar, bechora azmatlar", dedi u ichida. Lekin ularning hayot qolmaydiganligini o'ylab ichinigan holda ko'zlariga liqqida yosh oldi. U baya ma'sum cho'ng bilan ketayotganda uning etig'imi o'q tegib yiqilib tushgan edi. Ma'sum cho'nglar ko'rmay qilishdi. U ularga yetisholmay, o'qlardan o'zini daldiga elib yurib, mengishga yo'l topolmay, ilojsiz holda mushu tog'ning cho'qqisiga chiqib qolgan edi. Uningmi shu topda dushmanlarni toza qirg'isi keldi. Afsuski,
uning miltiqida bir paymo o'q qolmagan edi. Mehmet tog'dan serilib tushib Anjanbaylarga yordam berishga amalsiz edi. Navoda tog' qaptilidila o'ziga dushmanning o'qi tegib ketib o'lib ketsa, ularga hech qanday foydasi tegmaydi. Uning ichi titildab ketdi. Oxir bo'lolmay odam boshlab kelib, ularni qutuldirish qaroriga keldi. U shu maqsadda osmonga ko'tarilgan to'pa tumanning qo'yiqligidan foydalanib, tog'ning u tarafiga qarab serilib tushishga boshladi. U pastga tushibla o'mlab o'pib yugurdi. Jilg'ining ichida oldi putlari chitib qo'yilgan bir otga uchrab qoldi. U otga minibla bo'lishcha choptirib o'ytog' og'ziga keldi. Yangi sarning Agus yesidan kelgan bu tangdar margan o'zining bu yerdami bir qitimliq dahshatlik fojianing shohidi bo'lib qilishini asla xiyoliga keltirmagan edi. U bir jup qo'shmoq tog'ning og'zidan chiqishiga bu tarafga qarab ot chaptirib guldirlashib kelayotgan Qodir muallimning odamlari bilan uchrashib qoldi. Qodir muallim atagandan biri orqa tarafga o'tib qo'g'lab kelayotgan dushmanlarni, tog'larni aylanib yurib azdirib, yiqilishib qolganlarni o'qqa tutib qirib, qechib yurgan o'z odamlarini qo'g'dab kelayotdi. U dushmanlarga dal vaqtida zarba berolmay qolishidan ansiraydi. Tez yetish uchun yenidagi granatlarning hammasining piltilarini chiqarib hozirlab qo'ygan edi. U Mehmetning yig'lamsirab turib qilgan bayonlaridan aksining o'lim oldida dushmanlar bilan jon tikib ilishayotganligini, shu topda uning hayoti xavf ichida qolganligini bilib, kallasi pirda qayg'andek bo'ldida ko'z oldi qorong'ulashib, orqasiga burilib odamlariga buyruq qildi. "Yuringlar, ularni qutqizib olaylik." U shundoq debla etini choptirib, hammasining oldiga o'tibla yurib ketdi. Ot chipib ketayotganda heliqi granatlarning piltisi uning do'lisida silkini verib, pastlab qolgan avtomatning tepkisiga asta yogishib qoldi. Lekin u buni sezmay, otni choptirib mingiverdi. Buktu beshi degan joyga yiqilishib qolganda, tuyuqsizla o'ylamagan dahshatlik fojia yuz berdi. U avtomatni yuqori qilish uchun yeniga shundoq surishigila granatlarning piltisi tortilib ketdi. Granat portlab tog' jilg'alarni larziga keltirdi. Qodir hayotidan ayrildi. U shu chaqda aran 25 yoshga kirgan edi. Yarador bo'lganlarmi qo'g'lab kelgan dushmanlarga yam bo'ldi. Marganlar pilimut avtomatlar bilan yiqilishib qolgan dushmanlarni udulluq o'qqa tutib pastga dumiltiverdi. Dushmanlarmi to'xtamay pilimut zambaraklar bilan ularni o'qqa tutib turib yiqillab kelaverdi. Ular shu holda bir hazog'icha ilishdi. Oxir Anjanbayning pilimotida o'q qolmadi. Dal shu chog'da Seyit Ahmad bilan Burxonlar itishayotgan taraflarmi tuyuqsiz to'xtab jimib qoldi. Anjanbayning yuragi bir shumliqni sezgandek qart qildida, u burilib ular tarafga qaradi. Bu chog'da gugum tushay deb qolgan edi. Anjanbay ularning qip-qizil qon ichida o'ngtiziga yotganligini ko'ribla cho'chib ketdi. U tez o'milab ularning qishiga keldi. Ular tiniqdan to'xtagan edi. U ko'zlariga liqqida yosh olgan holda ularning yuz ko'zini silab, ko'zlarini yumdirib qo'ydi. Ularning o'qlari tugagan edi. Yonlarida faqat 5-6 la granat turardi. Anjanbay bu granatlarni yig'ishtirib ilib, yana o'z joyiga yinib keldi. Shu topda uning tapanchasidimi ozda o'q qolgan edi. Dushmanlar Anjanbay yo'shirinib olgan tog' qaptilini top zambaraklar bilan shiddatli holda o'qqa tutishni birdammi to'xtatmadi. Tog' parchalari gumirlab tushib, qaptal atrofidagi ozganlarni to'shqizib etdi. Anjanbay chang to'zondan foydalanib tog'ning u tarafiga o'tilish uchun tog'ga yamishib chiqishga boshladi. Mana u tog'ning ustiga yiqilishib qoldi. Bir top yo'lg'un ko'tikiga esilib turib, bir putini tog'ning ustiga qo'yib oldi. Lekin shu chog'da dushman askarlari orqa-orqadan otgan 2 pay o'q dal Anjanbayning o'ng do'lisiga tegib, tog'ini chaqavatdi. U og'riq azobida yo'lg'un ko'tikini tutib turolmay, yana baya o'zi yo'shirinib olgan tog' qaptilidagi azgalga do'milab tushib yoshidan ketdi.
Baqaqun tünügün oytağının gün chiqish tarafidagi egiz bir do'ngning ustida o'g'illarining yo'liga talmirib qarab, saf bir kunni o'tkazdi. Ulardan ansirab ketsimi, uyga kirib ketmadi. Bel putlari telib ketsa, ancha muncha o'ltirib aram ilib oldi. To'xtxon ilib kelgan taomlarni uning zo'rlishi bilan chalib yeb, yana alqonlarini peshonasiga yantoq qo'yib, sayvan qilgan holda yiroqlarga talpinib qarab turaverdi. Lekin ular hozirgacha qaytib kelmadi yoki biror xabarmi bo'lmadi. O'g'illarining ahvolini bildiganlarning hammasi urushga ketgan edi. Mana bugunmi kun tushdan qayrildi, lekin o'g'illardan texcha darak yo'q. U ulardan ansirab, ichi titildab turolmayla qoldi. Dal shu chog'da o'ytaq og'zi tarafdan kishilarning yig'izlari anglanib qoldi. Baqaqun cho'chib u tarafga qarab turibla qoldi. Ayol o'tmayla 20-30 dak odamning ikki ot harvasini oralariga elib, yig'lashgan, qaqshashgan holda bu tarafga qarab kelayotganligini ko'rdi. Baqaqun hang-tang qilib do'ngdan tushib, ularning oldiga bordi. Harvullarning atrofidagi kishilar orasida Xo'ja Abdurahmon bilan Ma'sum cho'ngmu turadi. Ular Baqaqunga esilib, chaplashib turib, teximi bakrak yo'ngrab yig'lashga boshladi. Baqaqunning ko'ngli bir shumliqni sezdi. Yuragi qartliq qilib oldidagi harvining qishiga keldi. Tegizga yo'galgan jasadni ichib ko'ribla cho'chib ketib to'libatdi. "Qodiram, o'g'lim!" U daldugunib beribla yana bir harvidagi tegizga yo'galgan jasadni ichib ko'rdi. U bu beshik kesilingan jasadni tonidida ichinishli holda teximi qattiq varqirabatdi. "Anjambay, mening o'g'illarim, shunqarlarim, isit!" Tuyuqsizla uning yuragi g'achchida pichoq tiqqandek mujub qattiq og'rib ketdi-da, ko'zlari chekchiyib turibla qoldi. Ayol o'tmay rangi tatirib ketib, maydisini qamallab mujub tutgan holda yiqilib tushdi va xarqirab tinibla bu olam bilan ko'zlari yumulmayla xo'shlashdi. 26-bob tugidi.